Bugun sotuvimizda shohona bo'lgan Xitoy spalni garniturimiz kelgan sotuvga holati ideal holatda Belgiya zavodida ishlab chiqarilgan kravatimizga bitta e'tibor qarating. Kravatimizning bosh qismi mana buyumdan ham uzun. Buni naqshlari, gullariga отдельно e'tibor qarating. Buni matraslari, holatlari juda ham zo'r holatda. Komplegtimizda o'zining ikkita tumbuchkasi mavjud. Shkofimizni ko'rsanglar bo'ladi. Shkofimiz 6 eshik ishlab chiqarilgan. Ikki cheti veshilkalik, o'rtasi polkalik, tagida o'zining ikkita tortmasi mavjud. Buni yonlari ham xuddi shunaqa figurni ko'rinishda, naqshlari, gullarga e'tibor qarating. Xitoyliklar baribir juda ham ajoyib sifat bilan ishlaydi. Komodimiz ko'rsanglar bo'ladi. Qarang qanaqa chiroyli qilib ishlab chiqarilgan, naqshlari, gullari o'ziga o'ta yarashibdi. Ushbu ko'rib turgan spalni garniturimiz kimga qiziq bo'lsa, profilimiz tagida Telegram kanalimizning shapkasi bor. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. Narx-navosini yozib qo'yamiz. Pastda telefon nomeri yozilgan, bizga bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Ushbu videoga bitta like bosinglar, spalni garnitur olmoqchi bo'lgan tanishlarga videoni tashlab qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lamiz. Hamma katga rahmat. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Bundan ham zo'r mebellarni qo'yishga harakat qilamiz.